Hozir bugun sizlarga footprint ko'rsataman. Tiger Trade platformasida deltalari bilan mana imенно mana shu joyda ko'rishingiz mumkin. Footprintda ancha-muncha ob'yom покупкаga o'tdi. Deltasini ko'ryapsizlar, yashil bilan belgilangan. Qoldingi bar deltasiga qaraganda bu bar deltasi ancha farq qilyapti. 53 ga 450, 517 oshib boryapti. Ikkita barda откат berib, уже dalish yana ketyapti impuls. Mana bu rostlarni hammasi deltasidan bilsanglar bo'ladi. Развитие bo'lishini ob'yomlarni na покупку. Mana yo'qda ham ko'rinadi hammasi. Har bitta bar ichini ochib beradi footprintda. I deltasigacha ko'rsatadi. Именно mana ma'lumotlarda katta ob'yom покупка bo'lyapti tepalarda. Narxlarini i lotlarigacha ochib ko'rsatadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni ham Bookmap bilan birga ishlatsanglar bo'ladi. Delta uchun alohida profil bor, mana nastroyga qilingan. Bu yerda har bitta time frame deltasini ko'rsatadi, ya'ni bir oylik bu. Bu oy deltasi. O'tgan oyniki, haftalik mana delta. Bir kunlik delta. Qaranglar. Mana bu yerda 1600 1900 o'tgan kunniki, kechagi kunniki 1900, bugun kunniki уже 351 plyusовой delta уже. И narx tepaga qarab ketyapti impuls bilan. Bu yerda накопление qilishdi ertalabdan. Mana shu koridorda ko'rsanglar bo'ladi, полный накопление bo'ldi. Ob'yom yig'ildi, tepaga qarab ketyapti. Kecha ham bu уровень tagiga olib tushib, mana shu yerda nabor qilgan, ancha-muncha ob'yom kirgan. И дополнительно nabor qilib chiqib ketishyapti. Mana bu udержание bo'ldi, bozor ushashdi, важный уровень oldidan qo'yib olishmadi. Pastga olib tushib, накопление qilib, ложный пробой berib, lowlardan nabor qilib olib chiqib ketishyapti. Bookmapda ham ko'rsanglar bo'ladi. Bugungi holatda iceberglar bor. Ularni olib tashlashyapti iceberglarni. Mana bu plotностьlar hammasi поглощение bo'lyapti. Откат, поглощение, turib, ushab turib, yana dalish ketyapti tepaga qarab, olib chiqib ketyapti swiplar bilan. Footprintda 4 soatligini qaranglar, oxirgi 4 soatligini. Ob'yom oshishini qaranglar deltasini. 75, 182, 1400 сразу. Уже amerikanskiy sessiyaga kelganda резко oshyapti delta. Mana bu yerda 1 soatlik deltalar. Ko'rsanglar bo'ladi. 125 dan keyin сразу 1000 delta. Откат beryapti 600 и 1,5 yana delta покупкаga. Deltani bilmaydiganlar uchun informatsiya ask minus bit barobar delta. Ya'ni farqi yo'q, bitdami, askmi ob'yomidan bir-biridan ayirib tashlaysizlar. Misol uchun 100 lot покупка bo'lsa, 200 lot продажа bo'lsa, bu degani 100 lot delta qizil bo'lib turadi, mana bu yerda minus 100 bo'lib turadi. Именно чистый oxirgi ob'yomni ko'rsatadi. Покупкаga o'tganmi, продажаga ko'proq o'tganmi, o'sha tozasini ko'rsatadi. Уровеньni пробить qildi. Уровеньni пробить qilayotgan momentida ob'yomlarni qaranglar. O'sha yaqinlashayotganda katta ob'yom chiqib ketyapti. Iceberglarni ko'ryapsizlar. Поглощать qilyapti hamma iceberglarni. Tepaga qarab yuryapti. CVD ham plusda. CVD plusga o'tib ketdi. Bizda 3 ta главный platforma. Thinkorswim grafический analiz uchun, Bookmap ob'yomli analiz и yana bitta Tiger Trade degan platforma bor, Tiger 2. Bu footprint uchun bu ham klasterli analiz, ob'yomlarni har bitta barri ichidagi ob'yomni ko'rsatib beradi bizga deltasi bilan qo'shib. Bu yoqda stakan, uni o'zini lentasi ham bor. Lentasini anaqa bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunisi stakani.
e-footprint. Tepaga qarab ketyapti. Главный примечание bu yerda bu platformalarni ishlatish uchun bozor mexanizmini bilish kerak, понимание рынка bo'lishi kerak, kontekst, konjunkturani o'qiydigan odamlar bu platformalarni дополнительный yordamchi sifatida ishlatsa bo'ladi. Просто buni o'rnatib olib, quruq o'ziga termilib o'tirishinglarning foydasi yo'q. Bu narsani ilmini olib, keyin uстановка qilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik mendan so'rayapti, o'rnatib bering yo'q. Uni foydasi yo'q o'rnatganinglarni. Real ilmini olib turib, дополнительный ishlatmasanglar, o'rnatganlarning hammasi telefon qilib yozibdi, yoki ishlata olmayapmiz deb. Ishlatish uchun bu bozor mexanizmini bilish kerak. Zaявkalarni qanaqa исполнение bo'lishini bilish kerak. Stop order qanaqa исполнение bo'ladi, limit order. Ammo bozorni kotirovkalar qanaqa вообще ishlaydi? Hammasini o'rganib, keyin ishlatsanglar, sizlarga keyin foyda beradi bu narsalar. Sog' bo'linglar, tradingni professional darajada o'rganinglar. Buni biz o'rgatamiz.